Nega malyarka qilishda ba'zi ustalar narxni juda arzon aytadi, ba'zilari esa juda qimmat aytadi. Hozir bularni tushuntirib beraman. Eng arzon usul quyidagicha. Devor avval suvoq qilinadi, keyin shpaklyovka qilinadi va bo'yaladi. Ammo bu texnologiya bilan vaqt o'tishi bilan devorlarda yoriqlar paydo bo'lishi kafolatlangan. Ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Biroz qimmatroq. Birinchi suvoq qilinadi va undan keyin flizlin aboy yopishtiriladi. So'ng bo'yash ishlari amalga oshiriladi. Flizlin aboyini o'ziga xos tuzilmasi va ko'rinib turadigan chiziqlari bor. Agar siz devorlarga shunchaki rang emas, balki hashamatli, mukammal tekis ko'rinish berishni istasangiz, unda quyidagi texnologiyalarni sizga sanab o'taman. Birinchi suvoq qilinadi, keyin shpaklyovka qilinadi, keyin stikloxoz yopishtiriladi, yana shpaklyovka qilinadi, gruntovka qilinadi, keyin rang beriladi. Natijada bitta devor bo'yash ishining narxi 2 baravargacha farq qilishi mumkin. Bu yerda tanlov faqat sizning byudjetingiz va sifatga bo'lgan talabingizga bog'liq. Agar sizga yuqori texnologiyalik malyarka ishlari kerak bo'lsa va narxlari hamyonbop bo'lishini xohlasangiz, Brigades jamoasiga murojaat qiling. Biz sizga yaqindan yordam beramiz. Bepul konsultatsiyadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.